Qatga qarasangiz andijonliklar Toshkentga borsiz ham andijonliklar, Rossiyaga borsiz ham andijonliklar nimaga unaqa ekan desam, andijonliklar ishni haqiqatda yorib yurar ekan. Bu usta akalarimizni ishlarini o'zlaring bitta ko'ringlar, butun O'zbekiston bo'ylab narx o'zgarmas ekan. 1 kvadrat metri 140 mingdan boshlanib 250 minggacha ekan. Joyizga qarab, joyida ko'rsatasiz, kelib ko'rib noldan o'zlari hamma materiali ichida. Material olmaysiz, bu narsa kamchiligi bor deyishmaydi. Joyida ko'rsatasiz, pulni sanaysiz bo'ldi. Butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib borib ishlayni 100% patkulch qilib bitkazib berishadi. Qilgan ishlarni o'zlaring bitta ko'rishlaring mumkin. Polni naves yopishadi, darvozalarigacha, bunaqa molxonalarigacha, oxirlarigacha hamma narsasini patkulch holatda qilib berishgan. Siz bundan tashqari xohlasangiz zavod qurasiz, fabrika qurasizmi, nimadir qizig'i yo'q. Shunaqa foydalanish bo'lsa bo'ldi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqasizlar. Eng qiziq joyi, shiperini bepulga qoqib berishar ekan. Xohlasangiz shiper, xohlasangiz tunuka. Konteyner materialdan ishlatishadi. Materialni kraskalab, o'zlari xullas 100%. Sizga ish qoldirishmaydi. Pulni sanaysiz bo'ldi. Narxlar ham arzon ekan, ishlar ham sifatli. O'zbekiston bo'ylab Samarqand, Buxoro, Xorazm, xohlasangiz vodiydan chaqirishingiz mumkin. Andijondan kelib, Farg'onadan qilgan ishlarni sizlarga ko'rsatyapmiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar.